17 mart 2026 yil 35-son Muborak Madaniyat Markazi Drama teatr to'garak rahbari Alisher Yo'ldoshev va to'garak a'zosi Erkinov Toshmurodlar mashg'ulot jarayonidan. Marhamat, davom etinglar. Toshmurod, sen biz endi jamoa bilan Oqkema spektaklini qo'yamiz. Oqkema spektaklida Madaniyat markazini ustozlari, mana shu ishlayotgan yosh kattalar o'ynadi, ijro etadi. Bular ichida eng yoshi sensan. Darsga kelyapsan, endi o'rgangan narsalaringni sahnaga olib chiqamiz. Sen Oqkema spektaklida bola obrazini o'ynaysan. Senga ishonib topshiramiz. Xudo xolasa sen buni eplaysan. Tayyorgarlik ko'rishni boshlaymiz. Asosiy qahramonlar bo'ladi bunda. Chol, O'rasqul, keyin o'sha Chol sani bobong bo'ladi. Chol bilan asosiy sen ko'proq ishlaysan. Chol bilan sani spektaklda o'rning juda ham katta. Sen chiroyli qilib o'ynasang, zo'r qilib o'ynasang, sen o'zingga ham foydali bo'ladi, menga ham foydali bo'ladi. Men o'zim ham shu spektaklda ishtirok etaman. Ham aktyor sifatida, ham aktyor sifatida qatnashaman. Sen faqat buni zo'r tayyorlanib, ustoz men oldindaman deb tayyor qilib tursang bo'ladi, tushunarlimi? Men senga hozirdan so'zlar yozilgan bo'ladi, Oqkema spektaklimizni. Men o'zim institutga qilyapman. Institutkamizda mana shu o'quvchimga rollarni taqsimlash jarayoni uchun shu jarayonni shu etapda o'tamiz. Undan keyin esa xudo xolasa ustoz o'z boshlig'imizda, rahbarimiz boshlig'ida kelib ko'rasizlar. Chetga jarayonlar, ya'ni chetga ssenariy so'zlarini ketma-ketligini takrorlash. Undan keyin esa so'zlarni ijro bo'lgandan keyin sahnaga chiqib, postanovka jarayonlarini ham ko'rib, nazorat qilib borasizlar. Hammaga rahmat, kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Toshmurod, yaxshimisan, zo'rmisan? Madaniyat markazimiz yoqdimi? Yoqdi. Demak, senga bosh rolni mana Alisher Yo'ldoshev ishonib topshiryapti. Maromga yetkazib o'ynaysanmi? Eplaysan-a? Eplaysan-a? Nasib bo'lsa, hali buni o'ynayotgan rolda mashg'ulot jarayonlarida yana video qilib turaman. Sizlarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.